Hop, oldidagi jarayonlarni davom ettiramiz. Bizda keyingi darslik registratsiya jarayoni hisoblanadi. Ya'ni olib kelingan mahsulotni ro'yxatga olish prosesslarini boshqarish hisoblanadi. Bizda medtech moduli bor, o'zimiz yaratgan va unga kirsak, bizda xuddi shu oyna ochiladi. E'tibor beramiz. Bu qismidan o'zimizga qulay tilni tanlab olamiz. Birinchi, menga o'zbek tili qulay, o'shaning uchun o'zbek tilida ko'rsataman. Va bizda ro'yxatga olish loyihalari ko'rsatiladi ekranimizda. Va bizda ikkita ro'yxatga olish loyihasi bor ekan. Bunisi tuzatish talab qilinadi statusida va biri tasdiqlangan statusda. Xo'p. Bizda oynamizda ro'yxatga olish loyihalari ko'rsatilgan va monitoring qismi bor. Muddatdan o'tganlarini ko'rish mumkin. Qizil rangdagilar yo'q ekan hozir. Bizda shoshilinch 5 kun ichida tayyor bo'lishi keraklari bor. Topshirilganlari istasak ko'rishimiz mumkin. Va bizda hujjatlar, barcha hujjatlarni ko'rishimiz mumkin. Yuklangan va menga, ya'ni yuzerni o'ziga tegishli bo'lgan hujjatlarni ko'rish mumkin va sozlamalar qismida vazifa shablon hujjatlari bor. Bizda bu ariza, ro'yxatdan o'tish guvohnomasi, texnik pasport, foydalanish bo'yicha ko'rsatma, sifat sertifikati va boshqalar va qo'llash sohalari bizda kategoriyasi bor, ya'ni olib kelinayotgan mahsulotni qaysi sohaga qo'llanadi va kategoriyalar har xil. Xo'p, prosesni boshlaymiz. Yangi ro'yxatga olish loyihasini yaratib ko'ramiz. Bizda o'tgan savdoni davom ettirish uchun sales order 33-ni tanlaymiz. Ya'ni ushbu sales orderga tegishli bo'lgan mahsulotni tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qachon topshirishimiz kerak? Bu muddatini belgilaymiz. Ya'ni 73 kun ichida topshirishimiz kerak ekan. Xavf sinfi, ya'ni 3 bosqichli sinfni belgilaymiz. Ya'ni prioriteti ancha yuqori bo'lgani uchun va ariza beruvchi kompaniya bunga ariza beruvchi kompaniyaga biz mijozni tanlaymiz. Ishlab chiqaruvchi kompaniya Astar kompaniyasi va ushbu kompaniyani direktorini ism familiyasini yozamiz. Yozdik va kiritdik. Xo'p, boshqa ishlab chiqaruvchilarni ham kiritishimiz mumkin. Misol uchun Emet kompaniyasi, vakolat organi, Sog'liqni saqlash vazirligi, guvohnoma egaligi, xo'p, Global Net kompaniyasi, qo'llash sohasi bizda bu qismi ham albatta belgilanishi kerak. Fizioterapiya uchun ro'yxatga olingan boshqa davlatlar, misol uchun Afg'oniston bo'lishi mumkin, Andorra va boshqa. Ilova va maqsadli foydalanishni tavsiflang, ya'ni fizioterapiya uchun foydalaniladi.
E'tiborlisi, bu qismiga professional matn yozilishi majburiy hisoblanadi. Kafolat muddati 24 oy bo'ladi. Bu har bitta mahsulotdan kelib chiqib turib belgilanadi va biz bu yerda mahsulotni tanlab qo'yishimiz kerak. Albatta, bu qismiga o'tamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan mahsulotni tanlab olamiz bu yerdan. Ushbu mahsulot uchun registratsiya loyihasini amalga oshiryapmiz. Hop, transportda tashish temperaturasi va sharoitlarini kiritib chiqamiz. Hop, namliksiz tashilsin. Ma'lumotlarni kiritib olamiz to'liq. Bu kerakli ma'lumotlar yana kiritib olinadi va saqlash bosiladi. Bizda avtomatik vazifalar yaratildi. Hop. Yuqorilama holatda biz loyihani yaratib oldik va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Hop. Topshira olmas ekanmiz, chunki bizga hujjatlar yetishmayapti. Bu qismini bosamiz. Hujjat tilini 3 xil tilda olishimiz mumkin: rus, ingliz, o'zbek tilida olishimiz mumkin. Kerakli hujjatlarning barchasi yuklab chiqiladi va administrator tomonidan tasdiqlanadi. Va barcha hujjatlar tasdiqlangandan so'ng, yuklab bo'lib tasdiqlangandan so'ng, administrator tasdiqlagandan so'ng topshirish imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Xo'p. Saqlaymiz va hujjatlarni biriktirib chiqamiz. Hop. Barcha hujjatlarni kiritib chiqishimiz majburiy hisoblanadi.
Barcha hujjatlar kiritildi va saqlash tugmasini bosamiz va topshirish qismida bosamiz. Va bizda shifomur kod tarmoqli bunaqasi uchun yaratildi. Buni tekshirib chiqadi administrator va tasdiqlash bosilganda bizda loyiha yopiladi va avtomatik tasdiqlangan statusga o'tadi. Va biz shuni ko'rishimiz mumkinki, bizda 3-chi loyihamiz tasdiqlandi. Farmadasier degan bizda dastur bor. Va uni ichida bizda loyiha to'liq reyestrlangan holda yig'iladi ma'lumotlari bilan, barcha ma'lumotlar bilan, dokumentlar va barchasi, versiyalar istoriyasi va unga tegishli barcha ma'lumotlar shu yerda saqlanadi. Bu registratsiya jarayonidagi vazifalarni va protsesslarni osonlashtirish uchun ishlaydi. Darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.